Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Do'zaxga. Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Hamma o'tadi do'zaxdan. Summa nunajjillazina taqaw va nazaru zolimina fiha jisiya. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldirurmiz. Abdulloh ibn Ravoh aytayapti, hammani tushishini gapiryapti, lekin hammani chiqishini gapirmayapti Alloh. Men chiqamanmi, chiqmaymanmi? Shuni o'ylab yig'layapman deb. Biz shu darajada o'zimizga bahoyimiz kattaki, o'ylab ham qo'ymaymiz. Biz kalima keltirdik, bo'ldi, musulmonmiz. Biz namoz o'qiyapmiz, bo'ldi, gunohlarimiz kechirilgan. Bu sahobalar tirigida bashoratni eshitib turib, jannatning bashoratini shunday qo'rqib xavotir bilan yig'lashgan. Qachon biz Abdulloh ibn Ravohga o'xshab yig'larkanmiz, birodarlar?